Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dostlar, hoş geldiniz kanalımga. Bugün şorva tayyorlashni o'rganamiz. Türk usulü shifobaxsh, hem sog'liq uchun, hem ruh uchun shifobaxsh bo'lgan taomlardan biri. Bilasizlar, Turkiyada juda ham taomlar yengil, shifobaxsh taomlardir. O'shaning uchun bizning xalqimiz ham foydalansin, o'rgansin deb yangi playlist ochishga qaror berdim. Taomlar va mizoj haqida ham alohida mizojni o'rganish haqida, burchlar haqida, burch bilan mizojni bir-biriga bog'liq o'shalar haqida ozgina xabar berib boraman, xudo xolasa. Mana bizning sho'rvamiz unaqa qiyin emas. Ham shifobaxsh, ham dietik xohlaganlar uchun mazali, yengil hazm bo'ladigan sho'rvalardan biri. Kerak bo'ladi bizga ozgina qiyma, bulg'ur qalampiri 4 ta yoki 3 ta bir bo'lagi, sabzini ham shunaqa 4 ta bir bo'lagi, 3 ta bir bo'lagi yoki piyoz, sarimsoq va kartoshka kerak bo'ladi. Un 2 qoshiq va yo'urt kerak bo'ladi. 5 kishilik sho'rva uchun 3 qoshiq yo'urt solsanglar bo'ladi va yarim limon kerak bo'ladi. Kartoshkalarni to'rtburchakka to'g'raymiz mayda-mayda qilib. Bizning uyda sho'rva ko'p ichilmaydi, bizni usul sho'rvalar, chunki juda ham suyuq deb, suv-ku deb ichishmaydi bizning uydagilar. O'shaning uchun mana shu turk usuliga sho'rva tayyorlaymiz. Ham quyuq, ham mazali. Tayyorlab ko'rsangiz bilasiz. Yaxshi ko'rib ichadigan taomlardan biri. Unaqa ko'p malzema ham kerak bo'lmaydi. Endi avazoxonni bitta iskasi bor, bilmagan odam bo'lmasa kerak, shu bir bo'lak go'shtni deb bir kosa suvni ichdim degan. Shuning uchun sho'rvamizni biroz quyuq sho'rvalar ichishga mazalidir. To'rtburchak qilib to'g'raymiz kartoshkalarni. Sabzi ham shu usulda to'g'raladi. Ovqatni yeganda azizlar, mazasiga ko'ra, Hippokratni bitta gapi bor, bilasizlar. Doringiz ovqatingiz, ovqatingiz doringiz bo'lsin degan. Buyuk mashoyixlardan biri Ibrohim Haqqi Hazratlari o'zining asarida yozadiki, kunda 2 marta ovqat vujudga sihatdir, 2 marta. Deb yovurish demayapti, 2 marta ovqat vujudga sihatdir. Ruhga yengillik beradi. Chunki bir ko'p kasalliklarni ko'p yemakdan kelib chiqadi. To'ymasdan yegan inson uzun umrli, sihat salomatli bo'ladi deb yozgan o'zining asarida. O'shaning uchun do'stlar, bizda kasal bo'lib qolsa, yana og'irroq ovqat, yana og'irroq ovqat, yaxshi yesang yaxshi bo'lib ketasan deb yog'li go'shtli beraveradi. Kasalligi yanada kuchayib ketaveradi. O'shaning uchun usulga ko'ra yeyish kerak-da, usulga ko'ra, vujudni charchatmasdan. Mavzuga qaytamiz. To'g'rab olamiz mayda-mayda qilib sabzilarni. Yog'ini ham unaqa ko'p solinmaydi. Sabzini solamiz, qizartib olamiz sabzini. Unaqa ko'p qizarmaydi-yu, biroz mazasini yog'ga beradi, mazali bo'ladi. Qizartib deyiladi endi bu yerda, qovurib. Piyoz solamiz, uni ham karameliza holiga keltirmaymiz, biroz xomlik anaqasi ketguncha biroz qizartib olamiz. Piyozni ham. Rajab oyidamiz aziz do'stlar, hammangizga muborak bo'lsin. Alloh jalla jaloluhu mening oyim deb marhamat qilganlar, albatta bu oyga qiymat berish kerak. Qiymat ko'rish uchun. Ozgina qalampirimizni ham soldik, bulg'or qalampirini 3 ta bir bo'lagi yoki 4 ta bir bo'lagi. Buni ham biroz hidi chiqquncha
chiroyli hidi. Qizartib yuboramiz ozgina. Va sarimsoqlarimiz bor bizni. Bir dish sarimsoq, 2 dish sarimsoq yetadi. Kichkina bo'lganicha men biroz ko'p oldim. Uni mana bunaqa havonchada yanchib tugib olish kerak havonchada. Maydalab. Buni eng oxirida ovqat pishgandan keyin solinadi. Bu aromasi chiqsin, go'zal bo'lib, juda ham mazasi go'zal bo'ladi. Uni yaxshilab tugib olish kerak. O'zinglarni zavqinglarga ko'ra bitta dish sarimsoq, 2 dish sarimsoq farqi yo'q. Kimdir oz xohlaydi, kimdir ko'p xohlaydi. Bu taomni dietik deganim juda ham yog' oz solinadi. Go'shtli, qizartirilgan, kartoshkali degan anaqasi yo'q. Yog'li, qo'y go'shtli deb. Yengilgina, hazmi osongina. Suvni qo'yamiz. Kartoshka masalliqni kartoshkanglarga ko'ra 5 stakan suv qo'ysangiz bo'ladi. Kartoshkangiz kichikroq bo'ladigan bo'lsa, kattaroq bo'lgan bo'lsa, yana ko'proq suv qo'yasiz. Kuxnyada ovqat pishirayotganlar ko'z qarori deyiladi bu yerda. Endi o'zi pratik biladigan bo'lib qoladi, qancha suvga, qancha unga qancha suv qo'yish kerakligini. Tuxum solamiz. Tuxumni oqini olib tashlaymiz. Oqi sho'rvaga solinadigan bo'lsa, kesilib chiroyli bo'lmay qoladi. Og'ziga chiqaveradi. Tuxum sarig'ini yaxshilab aralashtirib olamiz. Bunga 4 qoshiq yo'g'urt solamiz, 4 qoshiq. 5 stakan suvga aslida 5 qoshiq yo'g'urt solinadi, lekin biz bu yerda limon ham qo'shadigan bo'lganimiz uchun 4 stakan, 4 qoshiq, 3 qoshiq yo'g'urt solsangiz bo'ladi. Uy qatig'i bo'lsa, ozroq solasiz. Marketniki bo'ladigan bo'lsa, ko'proq solasiz. Yaxshilab mayin qilib aralashtirib tashlaymiz. Mayin bo'lish kerak, bo'lmasam bo'lmaydi. Kesilib deydi bu yerda. Turkiyada men o'zbekchasini bo'linib qoladimi nima deydi? Xullas, o'shanaqa bo'lmasligi uchun, bir tekisda mayin bo'lishi uchun yaxshilab aralashtirib, bir xil massaga kelguncha qarishtirib aralashtirib olamiz. Ana undan keyin un solamiz bunga. Boya tayyorlab bo'lgan unimiz bor. 2 qoshiqcha un solib, uni ham yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Mana shu un qivon beradi, quyuqlik beradi sho'rvaga. Ana o'shanaqa avval oxirida aytgandek bir bo'lak yoshish uchun suv ichmasdan o'sha quyuq sho'rva bo'ladi. Masala bo'ladi juda ham, tayyorlab ko'rsangiz bilasiz. Unni ham bir xil masalliqqa kelguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. No'xatga o'xshab ajramagan bo'lib, tugum bo'lib qolmaslik kerak-da. Yaxshilab aralashib ketish kerak. Va bunga yarim limon suyini qo'shib yuboramiz. Albatta urug'larini chiqarib tashlaymiz. Uy qatig'i qiladigan bo'lsangiz, uy qatig'ini qo'shadigan bo'lsangiz, yarim limonni ham yarmini chayrak limon qo'shsangiz bo'ladi. Magazinniki bo'ladigan bo'lsa, qatig'ingiz yarim limon qo'shish kerak. Qo'rqmasdan qo'shavering. O'zi kesilib anaqa bo'lib qolmaydi. Mayin bo'lib chiqadi. Yaxshilab tozalab suvini olib olamiz, isrof bo'lmasin deb va aralashtirib qo'yamiz. Mana bu limonni po'stloqlarini tashlab yubormaslik kerak. Agar uyda idish-tovoq yuvadigan mashinasi borlar, o'shani sirkaga solib qo'ysa, porlatadigan, ya'ni yarqiratadigan, yaraqlatadigan deydimi, nima deydi? O'shanisi porlatuvchisi bo'ladi-da. O'shani o'rniga shuni qo'ysangiz yaxshi porlatadi.
limon qobuqlari, apelsin, mandarin qobuqlari, apelsinni qobug'idan yog' chiqadi. O'sha yog' go'zal porlatadi. Ham antibakterial hisoblanadi. Demak, davom etamiz. Kichkinagina qiymachamiz, unga kimyon solamiz, zira solamiz. Murch, achchiq garmdori. O'shalarni solib, ta'bizga ko'ra tabiiy achchiq sevmaganlar solmasa bo'laveradi. Yaxshilab aralashtirib olamiz, lekin yaxshilab aralashtiramiz. Piyoz solmaymiz bunga, boshqa hech bir narsa kerak emas. Tuxum kerak emas, un kerak emas. Faqat qiyma va o'sha ziravor. Murch, garmdorilar, tuz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Ajrab ketmasligi uchun buni juda yaxshilab aralashtirish kerak. Va mana shunday bo'lakchalarga bo'lib tashlab chiqamiz. Teng bo'lakchalarga. Bundan ham kichkina qilsanglar ham bo'ladi, vaqtinglar bo'lsa. Endi buni ayollar yaxshi bajarishadi bunaqa ishlarni. Bundan ham kichkina bo'lakchalarga bo'lib, mana shunaqa yuvorloq qilib qo'yamiz. Ozgina un solsanglar bir-biriga yopishib qolmaydi. Mana tayyor bo'lgan yuvorloqchalar. Buni un sepib qo'ydik yopishib qolmasin deb. Qaynayotgan pishishga yaqin bo'lib qolgan ovqatga mana qaynayotdi boya tayyorlaganimiz sho'rvamiz. O'shaning ichiga solamiz. Un soldim yopishmasin deb. Bir-biriga yopishib qoladi bo'lmasam. Aralashtirib yuboramiz. Yana qaynaydi. Kartoshkasi pishish kerak. Biroz qaynagandan keyin kartoshkasini kontrol etib ko'rasiz. Kartoshka pishgan bo'lsa, qiyma zotan pishadi. O'shaning uchun kartoshkasiga qaraysiz. Kartoshka pishgan bo'lsa, pishgan hisoblanadi. Tuzini ko'rasiz. Va tayyorlagan masallig'imiz bor boyagi. Tuxum, yogurt, undan o'shani sovuramiz bunga. Qaynab turgan ovqatning ustiga qo'rqmasdan sovuring. Hech qanday kesilib, anaqa bo'lib qolmaydi. Ozgina suv qo'yib, uni ham qo'shib to'kib qo'yamiz sho'rvaga. Isrof bo'lmasin deb kosani chayib va qaynatamiz. Biroz qaynash kerak. Aytdim boyaginday tayyor bo'lganini bilish uchun kartoshkasini kontrol etib ko'rasiz. Kartoshka pishgan bo'lsa, ichidagi qiyma ham pishgan bo'ladi. Sho'rvamiz tayyor. Sarimsoqni soldik. Ozoncha havonchada yanchigan sarimsoqni soldik va tuzini solib ko'ramiz. Murch sovorsak bo'ladi, ta'bizga ko'ra. Va sho'rvamiz tayyor. Buni endi suzish kerak. Faqat issiqgan suzilmaydi. Ovqatlar issiq ovqat yeyilmaydi, bilasizlar, hadis sharifga ko'ra. Biroz sovish kerak. Men sizlarga ko'rsatish uchun qo'yibman hozir. Cho'michni bir marta tegini tomib ketayotgan bo'lsa, sho'rvaga tegizib olsangiz, tommaydigan bo'ladi. Mana shu usulda qo'ysangiz bo'ladi. Mana ham parhez, ham chiroyli, ham go'shtli, qiymali, shifobaxsh taomlardan biri. Tayyorlab ko'ring, albatta sizga yoqadi. Shifo bo'lsin hammangizga, ofiyat bo'lsin. Allohga omonat bo'ling. Ko'rishguncha xayr.